Go'zal Ravshanova, bitta savolim bor edi. Men yoshman, lekin meni yuragim tez surib ketyapti, lekin dori ichkim kelmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Birinchisi, chuqur nafas oling va asta-sekinlik bilan nafas chiqarish va olish mashqlarini bajaring. Bu bilan siz yurak urishini pasaytirishga erishasiz. Ikkinchi navbatda birdaniga badaningizni zo'r qiling va uni bo'shashtirishga harakat qiling. O'zingizni ikkilamchi yuragingizni boshqaruvga erishib, uni yurak urish maroqini me'yorlashtiradi. Uchinchisi, yoningizda sovuq suv bo'lsa, sovuq suv ichishga harakat qiling. Sovuq suv organizmda avtomatizmni pasaytirib, yurak urish maroqini me'yorlashtiradi. Faqat buni chegarada qilishga harakat qiling. Haddan tashqari ortiq suv ichish ham turli xil kasallikka olib kelishi mumkin. To'rtinchisi, bu uy sharoitida bo'lsa, har xil turli xil kontrast dushlarni qabul qilish ham yuragingizni urishini me'yorlashtirib, asabilaringizni tinchlantiradi va organizmning me'yorli ishlatishini normallashtiradi. Bo'yin sohalarimizni asta-sekinlik bilan massaj qilishga harakat qilamiz. Ko'tarib, bo'shashtirib, ikkilamchi qon aylanishini me'yorlashtirganimiz bilan biz miyaga va yurakka kelayotgan qon aylanishini ikkilamchi yaxshilashga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yurak maromini me'yorlashtiradi. Mana bu sizga tabiiy dori-darmonsiz yurak urishini boshqaruvga kiradi. Avvalambor, agar sizda shu maslahatlar natijasida ham yuragingiz urishi tez bo'lsa, doimiy sababsiz takrorlanib turadigan bo'lsa, siz albatta shifokor ko'rigiga borib, birlamchi tekshiruvlardan o'tishingiz kerak va o'zingizga to'g'ri tashxisni qo'yib, birlamchi davolani boshlashingiz kerak.